saratonga chalinganimga 6 yil bo'lib qoldi. Hozir nechinchi bosqichdasiz? Hozirmi? 4-chi bosqichda. Oyog'imga temir qo'ygandida. Undan keyin temir qo'yganimda yurish mumkin emas edi. Keyin temirni olib tashladi-da, keyin asta-asta yurishni o'zi Indiyada o'rgatdi. Hindistonda o'rgatdi. Keyin вообще yomon og'riqlar sezganman o'sha payt. Mana sochlaringiz ham chiroyli ekan. Ko'pincha bu kasalga chalingan bolalarning sochlari to'kilib ketadi, to'g'rimi? Siz sochlaringizni qarang, demak tuzalyapsiz-a inshaalloh. Avval men ham sochim yo'q edi, keyin asta-asta nima bo'lishini nima? Juda ham sochlaringiz chiroyli, juda ham chiroyli. Qo'ng'iroqqina, o'zingiz ham juda ham go'zal qiz ekansiz. Yana nimalarni orzu qilasiz? Orzularim juda ko'p. O'z sog'lomdayman. Rostda hammasi mana bu og'riqlarim yo'q bo'lib ketishini xohlardim-da, yutalishim. Siqilgan paytim juda ham yuragim tuk urib to'xtab qolay deydi-da. Undan keyin asta uxlashga yotaman-da, o'sha paytda yig'lab olamanda, undan keyin asta uxlashga yotaman-da, oyim quchoqlab yotaman.